Tefsirim müyesser. Kehf suresi. Pul, malla ve balala muşu pani dünyanın zinneti ve küçüdür. Yaxşı əməllərinin, xüsusən Allahqa həmdü sana, təsbih, təhlil, təkbir etiş qatarlıq əməllərinin Allah'ın dərgahidiki mukafati, mal, dünya və balalardan əlbəttə yaxşıdır. Bu yaxşı əməllər insan savabını ümid qıladigan əməllərinin ən əvzilidir. Ey Peyğəmbər, ularga biz tağlarını o'rnidan yo'tkib yetadigan qiyomat kunini eslatgin. O kunda ziminning hech narsa yo'q, tuzlanglik bo'lib qolganligini ko'rsan. Biz insonlarning hammasini hisob maydoniga yig'amiz. Ulardan hech kimni qoldirib qo'ymaymiz. Ular sap-sap bo'lgan holda Rabbingning huzuriga chiqariladi. Kofirlarga sizlar bizning oldimizga biz sizlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatda mol dunyosiz, balalarsiz, tanho bo'lib keldinglar. Halbuki sizlar dunyodagi vaqtinglarda bizning mundaq bir hisob kunini belgilab, shu kunda sizlarni tirildirib, amallaringlardan hisob elishimizga va sizlarga amalinglarga tegishlik mukofot yoki jazo berishimizga ishonmagan edinglar deymiz. Her bir adamның namı əməl dəftəri onun o'ng yoki so'l tarafiga qo'yiladi. Gunohkorlarning uningda xotirlangan qilmishlaridan qo'rqib ketganligini ko'rsan. Ular o'z qilmishlarini ko'rib, "Voy esit, bu qandoq kitob? Bizning cho'ng kichik hech bir qilmishimizni chala qo'ymay, hammani to'liq xotirlabdi-ku" deydi. Shundoq qilib ular qilgan etganlarning hammasini nomi amaliga yezilgan holda ko'radi. Rabbing hech kimga qilchilikmi o'val qilmaydi. Yaxshilarning mukofotini kemaytib etmaydi. Gunohkorlarning jazosini oshirib etmaydi. Shuni esliginki, o'z vaqtida biz farishtalarni odamga hurmat sajdasi qilishga buyurgan ve iblisnimi shuningga buyurgan edik. Farishtalarning hammasi sajda qildi. Lekin kelib chiqishi jinlardan bo'lgan iblis Allohga itoat qilishdan bosh tortdi. Hasad va gadankashlik qilib odamga sajda qilmadi. Ey insonlar, sizlar meni qo'yib iblis va uning avlodini o'zinglarga madadkor qilib olamsizlar. Ular sizlarga ashaddiy dushman tursumu, yanala sizlar menga osiylik qilib ularga itoat qilamsizlar. Allohga itoat qilishning o'rniga shaytonlarga itoat qilish nima degan yomon qilmish. Sizlar itoat qilgan iblis bilan uning avlodiga osmonlarning va zaminning yaratilishini ko'rsatganim yoki bularni yaratishda ulardan yordam tilginim yo'q. Men hammani o'zim yolg'iz yaratdim. Men kishilarni ozdirdigan bu shaytonlarni va boshqa maxluqotni o'zimga yordamchi qilib olganim yo'q. Hammani men yaratgan tursam, sizlar qandoqmi mening yolg'iz ibodat qilinish va itoat qilinishdan iborat tabiiy haqqimni ado qilmay, shaytonlarga itoat qilasizlar. Qandoqmi menga ibodat qilishni qoyirib qo'yib, ularga cho'qinisizlar. Ularga qiyomat kunini eslatginki, Allah o kunda mushriklarga dunyodagi chog'laringlarda sizlar Allohning sheriklari deb gumon qilib, ibodatda mang sherik qiladigan ma'budlaringlarni chaqirib beqinglar. Ular sizlarni mening azobimdan qutqizib boqsin deydi. Ular chaqiradi-yu, atalmış ma'budlar ularga javob berolmaydi. Biz cho'qing'uchilar bilan cho'qinilgan ma'budlar orasida jahannamdan iborat halokat joyini tayin qilamiz. Ularning hammasi uningda halok bo'ladi. Ammo jahannamda o'lim yo'q. Shunga ular mangu azob ichida bo'ladi. Gunohkorlar do'zaxni ko'rib, uningga cho'qim kiradiganligiga jazm qiladi va qochadigan joy topolmay qoladi.
Gunohkorlar do'zaxni ko'rib, uningga cho'qim kiradiganligiga jazm qiladi va qochadigan joy topolmay qoladi. Sheksizki, insonlarni vaz-nasihat elib iymon etsin deb, biz bu Qur'onda insonlarga turli misollarni bayon qildik. İnsan eng ko'p jidallashadigan maxluqotdir. Muhammad alayhissalom insonlarga hidoyat yetakchisi bo'lgan Qur'onni elib kelgan chaqda, ularni iymon etishdan va Rabbidan mag'firat tilab istig'for etishdan to'sgan narsa faqat ularning payg'ambar alayhissalomga qarshi turganligi va Allohning kofirlarni halok qilishda burunqilarga tutgan yo'lining o'zlariga kelishini yoki o'zlariga keladigan azobni ko'zlari bilan ko'rishni talab qilganligidan boshqa narsa emas. Biz payg'ambarlarni faqat iymon etib, yaxshi amallarni qilgan kishilarga jannat bilan xushxabar berguchi va iymondan bosh tortgan gunohkorlarni oxiratning azobidan ogohlantiruvchi qilibla avatimiz. Haqiqat nihoyat ro'shan tursa-mu, kofirlar payg'ambarlar elib kelgan haqiqatni yo'q chiqarish uchun o'zlarining sabsatalarini o'ttirg'a qo'yib, ular bilan munozirlashadi. Ular yana mening oyatlarimni va ularni azobdan ogohlantiradigan dalillarimni masxir qilishadi. Rabbining oyatlari bilan pandi nasihat qilingan tursa-mu, u oyatlardan yuz o'rib, o'zining sabsatalarida chimtirib olgan va o'zi qilgan qabih gunohlarni unutib, Allohga tavba qilgan odamda zolim odam yo'q. Sheksizki, biz ularning dillariga ularni Qur'onning ma'nosini bilishdan va uningdagi yaxshilikni tushunishdan to'sib turadigan pardalarni tortdik. Quloqlarini anglamaydigan darajada eg'ir qildik. Shunga sen ularni hidoyatga da'vat qilsangmi, ular sening da'vatingni qabul qilmaydi va hargiz hidoyatga erisholmaydi. Rabbing tavba qilgan bandalarning gunohini albatta mag'firat qilguchidir. Nihoyat rahim shafqatlikdir. Agar Alloh oshu inkorchilarni sodir qilgan gunohlari va qabih qilmishlari sababli darhol jazolaydigan bo'lsa edi, albatta ularga azobni tezlatgan bo'lardi. Lekin Alloh bandalarni jazolashga oldirib ketmaydigan zotdir. Ular qilmishlarining jazosini tortadigan ma'lum bir vaqt bor. O vaqt kelganda ular Allohning dargohidan boshqa panoh joy topolmaydi. Hud, Solih, Lut va Shuayb qatorliq payg'ambarlar yashagan oshu shaharlarning aholilari haq dinni inkor qilib, o'zlariga zulm qilganligi uchun ularni halok qildik. Biz ularni halok qilish uchun muayyan vaqt belgilgan edik. Oshu vaqtning yetib kelishi bilan Allohning azobi tushdi va ular halok bo'ldi. Ey payg'ambar, shuni esliginki, o'z vaqtida Musa xizmatchisi Yusha ibn Nunga ikki dengizning qo'shiladigan joyiga yetib bormoqchi mengishni to'xtatmayman yoki bilmaganlarimni so'rab o'rganish uchun solih bandini topqanga qadar uzun vaqt mengishni davomlashtiraman degan edi. Ular mengishni davomlashtirib, ikki dengizning qo'shiladigan joyiga yetib berib, toshning ustida o'ltirganda, ularning g'izolanish uchun elib olgan beliqini unutib qolganligini esiga elishdi. Beliq bo'lsa daryoga tushib, yo'l elib ketgan edi. Ular beliqni unutib qolgan joydan o'tib ketgan chaqda, Musaning qo'rsig'i echib, yenadagi xizmatchisiga "Etiganlik tamuqimizni elib kelgin. Bu safarimizda haqiqatan charchab ketdik" dedi. Xizmatchisi uningga "Biz cho'ng toshning ostida aramogan vaqtimiz esingda bormi? Beliqning nim bo'lganligini men shu joyda sang etishni unutibdiman. Uni sang etishimni faqatli shayton unutuldiribdi. Shu chaqda oshu o'lik beliq tirilib, hayron qolarlik holda daryoga sakrab kirib, uzib ketgan edi" dedi. Musa, bizning izlaydiganimiz dal mush edi. Bu solih bandini tepishim uchun menga berilgan ishoratdir dedi-da, ikkisi kelgan izi bo'yicha kayniga qaytib, heliqi toshning yonida to'xtadi.
Ondan ular shu joyda bizning solih bandamiz Xizrni uchratdi. O bizning cho'ng marhamatimizga erishgan va dargohimizdan katta ilm ato qilingan kishi edi. Ölümalarning ko'p sonlig'i Xizrning payg'ambar ekanligini va uning hayotda emasligini muayyanlashtirdi. Musa uningga salom qildi va mundoq dedi: Allah sana bildirgan ilmdan manga o'gitishing va meni o ilm bilan yo'l tepishim uchun sana ergishayman. Xizr uningga: "Ey Musa, sen men bilan billa bo'lishga sabr toqat qilib turolmaysan. Men Allohning amri bilan qiladigan ishlarning haqiqatini sen bilmaydigan tursan, uningga qandoqmi sabr toqat qilib tura olaysan?" dedi. Musa aytdi: Allah xolasa mening sen qiladigan ishga sabr qilib tura oladiganligimni bilib qolasan. Men sening buyruqingga xiloflik qilmayman. Xizr uning tilkini qabul qilib mundoq dedi: Agar sen menga ergashmoqchi bo'lsang, sen qabul qilinmagan ish to'g'risida men sana deb bermigicha mendan savol so'rama. Shuning bilan ular dengiz bo'yida mengib kelyotdi. Bir kiyimini uchratdi va kiyimichidan so'rab uningga chiqib oldi. Ondan Xizr kiyimining bir taqtisini elib etib uni teshivatdi. Musa uningga: "Kiyimichi bizni bekorga chiqarib olgan tursa, sen kiyimidagilarni g'arq bo'lib ketsin deb kiyimini teshivatdingmi? Sen haqiqatan yomon ish qilding" dedi. Xizr uningga: "Men ishning beshidala sen men bilan billa bo'lishga hargiz sabr toqat qilib turolmaysan demadimmi?" dedi. Musa o'zir haqliq aytib: "Sen men qo'ygan shartni unutib qolganligim sababli meni ayblama. Meni sendan o'rganishda qiyin ahvolga tushirib qo'yma. Menga siliq muomala qilgin" dedi. Xizr uning o'zirsini qabul qildi. Ondan ular kiyimidan tushdi va dengiz bo'yida ketib berib bir balni uchratdi va uni o'ltirib etdi. Musa: "Sen begunoh jonni nohaq o'ltirding. Sen haqiqatan cho'ng bir gunoh ishni qilding" dedi. Xizr Musaga qoyib: "Sana men bilan billa bo'lishga hargiz sabr toqat qilib turolmaysan demadimmi?" dedi. Musa uningga: "Mushu qitimdan keyin men yana sendan biror ish to'g'riliq so'rasam, meni tashvatgin va o'zingga hamroh qilmag'in. Chunki sen mening savollarimdan zerikib o'zir aytilgan yerga yetding. Ishning beshidala mening sen qiladigan ishlarga sabr qilib turolmaydiganligimni aytgan eding" dedi. Musa bilan Xizr billa mengib bir shaharga yetib kelib, shahar aholisidan o'zlarini mehmon qilib g'izolantirishni so'rab edi. Shahar aholisi ularni mehmon qilg'il unumadi. Ular bu shaharda o'rlib tushay deb qolgan bir tomni uchratdi. Xizr uni tuzlab qo'ydi. Musa uningga: "Agar xohlasang bu ishqa albatta ish haqqi olgan bo'lading. Uni bizning oziqlanishimizga sarf qilatdik" dedi. Xizr Musaga aytdi: "Bu ikkimizning ayrilish vaqtidir. Endi men sana sen sababini bilish uchun sabr toqat qilib turolmagan ishlarimning haqiqatini tushuntirib qo'yay. Men teshivatgan kiyimiga kelsak, u dengizda ishlaydigan bir qancha kambag'alning kiyimisi edi. Ular mush kiyimi bilan tirikchilik qiladi. Men uni teshib etib ayiblik qilib qo'ymoqchi bo'ldim. Chunki ularning oldida har qanday saq kiyimini egasidan zo'rliq bilan tortib oladigan bir podshoh bor edi. Endi men o'ltirib etgan heliqi balaga kelsak, u balning kofir bo'ladiganligi Allohga ma'lum edi. Uning otasi bilan onasi mo'min kishilar edi. Bu bala hayot qolgan taqdirda ota-onasi ularning o'ziga bo'lgan muhabbati va hojati sababli Allohning cheklamalaridan chatnashga va kufrlikqa zo'rlashidan ansirdik. Shunga Allohning ularga u baladanmi yaxshi, diyonatlik va ko'yimchan farzand ato qilishni ko'zladik. Endi men tuzlab qo'ygan tomga kelsak, u tom shahardagi ikki yetim bolaning bo'lib, tam ostida ularning oltin ko'mishdan iborat xazinasi bor edi. Ularning otasi yaxshi odam edi.
Rabbing ularga ko'nganlikdan ularning cho'ng bo'lganda tam ostidagi xazinasini chiqarib olishni iroda qildi. Ey Musa, men qilgan ishlarning hech birini o'z xohishim bo'yicha qilmadim. Sen sababini bilish uchun sabr toqat qilib turolmagan ishlarimning haqiqati mana mushudur. Ey payg'ambar, Aşı müşriklar senden yaxşı padişah Zulqarnayn toğırlıq so'rashadi. Ularga sizlarning ibrat elishinglar uchun men sizlarga uning qissalaridan ba'zisini o'qib beray degin. Biz uningga zaminda haqiqatan kuch-qudrat ato qildik. Uning dushmanlarini yo'qotishi, shaharlarni fatih qilishi va boshqa barliq g'oyasini amalga oshirish uchun uningga har ishning sabablarini va yo'llarini hozirlab berdik. Zulqarnayn shu sabablarni qilib va shu yo'llarga kirib, butun vujudi bilan tirishdi. U kun petish tarafga yetib borganda, kunni xuddi qora layliq va haroratlik buloqqa petib ketayotgandek ko'rdi. Buloqning yanada bir qavmni uchratdi. Biz ey Zulqarnayn, agar ular kofirlikda ching turib olsa, ularni o'ltirgin yoki boshqa usul bilan jazolig'in va yoki ularga yaxshilik qilib hidoyatning yo'llarini ko'rsatgin dedik. Zulqarnayn aytdi: Kimki kufrlikdan yanmay o'ziga zulm qiladi ekan, biz uni dunyoda jazolaymiz. Ondan u Rabbining dargohiga qaytariladi. Rabbi uni do'zax azobi bilan qattiq jazolaydi. Ammo kimki Rabbiga iymon etib yaxshi amallarni qilsa, uningga jannatdan iborat eng yaxshi mukofot bor. Uningga yaxshi muomala qilamiz, yumshoq so'z qilamiz. Ondan Zulqarnayn kun chiqish tarafga qarab Alloh ato qilgan sabablar bilan yo'lga chiqdi. U kun chiqish tarafga yetib borganda kun nurining o'zlarini issiqdan to'sib turadigan binolari yoki soya tashlaydigan dal daraxtlari bo'lmagan bir qavmning ustiga tushayotganligini ko'rdi. U ba'zi sabablarni qilib kun petishga yetib borgandek, yana ba'zi sabablarni qilib kun chiqishga yetib bordi. Biz uning ilkidagi barliq askar va aslihalardan to'liq xabardor edik. Zulqarnayn ondan yana biz ato qilgan sabab va choralarni qo'llanib, biz ko'rsatgan yo'llarni tutib ilgirladi. U ikki tog' orasiga yetib borganda, tog'ning orqasida boshqalarning tilini tushunmaydigan bir qavmni uchratdi. Ular ey Zulqarnayn, Yajuj bilan Majujidan iborat ikki qavm insonlarni halok qilib, ziroatlarni nobud qilib, yer yuzida haqiqatan cho'ng buzg'unchilik qilguvchilardir. Şuna biz sana pul to'lasak, sen biz bilan aşı qavmning orasiga bir to'sma selib bersang bo'lamdi dedi. Zulqarnayn aytdi: Rabbim menga ato qilgan podshohlik va kuch-qudrat sizlarning menga bermoqchi bo'lgan pul melinglardan albatta yaxshidir. Menga odam kuchi bilan yordam qilinglar. Men ular bilan sizlarning oranglarga mustahkam bir to'sma sep beray. Sizlar menga tömür parchalarini akilib beringlar. Ular ep kelgan tömür parchalari bilan ikki tog'ning orasi to'shib tekshi bo'lganda Zulqarnayn ishchilarga ko'raklar bilan pulanglar dedi. Tömür parchalari qizib o'tdek bo'lganda u menga eritilgan misni akilinglar. Uning ustiga to'kay dedi. Şunun bilan Yajuj bilan Majuj to'smaning ustiga chiqishgami, uning osti tarafidan teshib o'tishga qodir bo'lolmadi. Chunki to'sma bek egiz, uning kengligi bek keng va qattiq edi. Zulqarnayn: Men yasagan bu to'sma Rabbimning insonlarga ato qilgan ne'matidir. Rabbimning Yajuj bilan Majujining to'smini orqasidan chiqishidan iborat va'dasi amalga oshadigan vaqt kelgan chog'da Rabbim u to'smini tub-tuz qilib yer bilan tanqilib etdi. Rabbimning va'dasi haqdir dedi. Bizning va'dimiz amalga oshadigan vaqt yetib kelgan kunda Yajuj bilan Majujini bir-biriga orlashib giralashgan holda tark etamiz.
qiyomat kuni insonlarni tirildirish uchun sur chelinadi. Shu chaqda xaloyiqning hammasini amallardan hisob berishi va tegishlik mukofot yoki jazolarni elish uchun hisob maydoniga yig'amiz. O kunda kofirlarga qilmishlarining oqibatini bildirib qo'yish uchun ularga jahannamni ko'rsatamiz. Dunyodagi chaqda o kofirlarning ko'zlari pardalangan bo'lib, mening haq ekanligimga dalolat qiladigan dalillarni ko'rmaydi. Ular manga va mening payg'ambarga iymon etishga elib bordigan dalil paketlarimni anglashga taqat qilolmaydi. O kofirlar meni qo'yib, bandalarimni ma'bud qilib olishni to'g'ri deb o'ylamdi. Sheksizki, biz kofirlar uchun jahannamni mangulik qarorgoh qilib tayyorladik. Ey payg'ambar, insonlarni ogohlantirib ularga aytqinki, sizlarga amalda eng ko'p ziyon tortadigan kishilarni aytib beraylikmi? Ular o'zlari yaxshi amal qildik deb o'ylagan bo'lsa-mu, dunyo hayotida qilgan amallari yo'qqa chiqqan. O'zlari hidoyat va to'g'ri yo'lning ustida bo'lmagan mushriklar va ularga o'xshash azg'unlardir. Amalda ziyon tortadigan ashu kishilar Rabbining oyatlarini inkor qilgan va qiyomat kuniga ishonmaganligi sababli barliq amallari bekor bo'lib ketgan kishilardir. Qiyomat kuni ularni qilchi e'tiborga olmaymiz. Amallari bekor bo'lib ketgan kofirlarga tayyorlangan ashu jazo jahannam o'ti bo'lib, bu ularning Allohni inkor qilganligi, Allohning oyatlarini payg'ambarga ato qilgan mo'jizalarni masxir qilganligi uchundir. Sheksizki, menga iymon etgan, payg'ambarlarimni tasdiqlagan va yaxshi amallarni qilgan kishilarning qarorgohi jannatlarning eng yuqorisi va eng afzali bo'lgan Firdavs bo'ladi. Ular u joyda mangu turadi. U joyni yaxshi ko'rganlikdan uningdan boshqa joyga yo'tkilishni qat'iy xohlamaydi. Ey payg'ambar, aytqinki, Rabbimning so'zlarini yezish uchun agar dengiz suyi siyah bo'lgan, biz yana shu dengiz suyiga o'xshaydigan ko'p dengizlarning suyini siyah qilib keltirgan taqdirdami, Rabbimning so'zlari tugumay turib, dengizlarning suyi albatta tugab ketgan bo'ladi. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, albatta men sizlarga o'xshash bir inson. Manga Rabbim tarafidan sizlarning ilohinglar birla ilohdir deb vahiy qilinadi. Shunga kimki Rabbining oldiga bordigan qiyomat kunida uning azobiga uchrab qolishdan qo'rqsa va uning mukofotini umid qilsa, Rabbining ko'rsatmasiga muvofiq holda yaxshi amallarni qilsin. Rabbiga qiladigan ibodatga hech kimni shirk keltirmasin. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqxun. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.